Bilu oy yondirar ekan bu go'zal tuyg'u. Ikki ko'zi qop-qora rayhon ichga, sen menikisan endi всё точка. Olqishlar. Katta rahmat. Aynan mana shu qo'shiq haqiqatan karyerangizda omad olib kela oldi. Undan keyingi qo'shiqlar ham lekin yomon chiqmayapti. O'zini muxlislarini topishga ulgurdi. Endi ustozlar, ota-onangiz ijro borasida tanqid qilishmaydimi? Azizbek, mana shu taraflama ham bir ustingda ishlashing kerak. Shuni ham bir o'ylab ko'r deyshadimi yoki ular aytishgan narsani siz qilasizmi? O'zim ham xohlayman, dadam ham xohlaydilar. Tanqid qilishmaydimi? Yo'q. Erinchoq bo'lib qolmaysizmi orada? Mana yosh bo'la turib, turli o'sha qo'shni davlatlarga borib, xizmat safarlarida, tadbirlarda ishtirok etyapsiz. Bu menimcha sizga anchagina kuch beryapti. Chunki xorijiy davlatlarga chiqib u yerda O'zbekiston nomidan sahnaga faxr bilan chiqish ota-onangizga ham o'zgacha bir faxr tuyg'usini bermoqda. O'ylaymanki, mana shunday bir ijodiy jarayonlar davomiy bo'laversin deymiz. Xo'p, bugungi kunda nimalar bilan bandsiz? Qanday yangi qo'shiqlar bor? Yangi qo'shiqlar ustida ish olib borilyaptimi o'zi? Qay mavzuda? Dadam bilan men ijod keladi-da, yozamiz. Keyin bir kuni siz chiqib qoladi mavzuni, shoirimizga beramiz. Ular chiroyli qilib yozib berishadi she'rlarini. Nigina opamiz. Nigina opangiz juda ham zo'r. Endi Azizbek, o'zingiz bilan bo'lgan bir qiziq, bir kulguli voqealar bo'lib turadimi? Aytib bering shunaqasidan. Qachon bir esingizda qolib ketdi shu? Sahnada esingizdan chiqib qoldimi qo'shiqlar, nima bo'ldi? Qasi bo'lmadimi? Hammasiga demak siz juda ham mas'uliyatlisiz-da, to'g'rimi? Oldindan yaxshilab tayyorgarlik qilib, aytadigan gaplaringizgacha hammasini reja bilan puxta. Dadam bilan yozamiz so'zini. Qarang, borgancha yozamiz. Haqiqatan xalq oldiga chiqadigan inson mana yosh bo'lishiga qaramasdan mas'uliyat bilan. Albatta. Ko'z tegmasin. San'at mana shunday bir kuchga egada. Yosh qanday bo'lishidan qat'iy nazar juda ham katta bir mas'uliyatni yelkaga yuklab qo'yadi. Azizbek, hamkasbim Nargizaxonni ko'rinishlari qalay? Kiyinish uslublari yaxshimi? Modniy desak bo'ladimi? Bo'ladimi? O'zingiz ham modniysiz deydilar hozir. Bejiz aytmadilar. Azizbek, tushundingiz, yana bitta qo'shiq tinglagimiz kelyapti-da sizdan. Sahnaga taklif etamiz. Aynan mana shu modniy qo'shig'ini tinglaylik. Marhamat. To'lib ketdi modniylar, yengil uzun kiymaydi. Tunda soat 2-3 uylariga kirmaydi. Sevib qolmay yurak adashib bu qizlarni. Bunday qizlar onamni xizmatini qilmaydi. Birorda ish qilmaydi, erta sahar turmaydi. Chiroyiga uchmayay, bo'lmaydi ya bo'lmaydi. Ish qilishni bilmaydi, erta sahar turmaydi. Birortasi onamni xizmatini qilmaydi. birorta ish qilmaydi,
sahar turmaydi chiroyiga uchmayay bo'lmaydi ya bo'lmaydi ish qilishni bilmaydi erta sahar turmaydi birortasi onamni xizmatini qilmaydi birorta ish qilmaydi erta sahar turmaydi chiroyiga uchmayay bo'lmaydi ya bo'lmaydi ish qilishni bilmaydi erta sahar turmaydi birortasi onamni xizmatini qilmaydi. Katta rahmat aytaman. To'g'ri, Nargiz opangiz faqatgina o'sha efir bor kunlari vaqtli turadi, qolgan kunlari erta turmaydi. Har kuni menda efir bor, har kuni ertalab turaman. Nima qilibdi? Shu joyini o'zgartirish kerak ekan. Nima? Erta sahar turadi, lekin boshqa ish qilmaydi deyish kerak menimcha. Har doim negadir mana studiyada ikkita erkak bo'lib qoladi-ku, toshlar shu ayollar tomon otiladi-da, nega? Yaxshi ko'ramiz-da biz ayollarni, erkaklar. Mana shunday bir nima deydi? Kinoya bilan yaxshi ko'rishni yaxshi ko'ramiz. Kinoya bilan biz ham yaxshi ko'rishni bilamiz, lekin bizni toshlarimiz sahna ortida otiladi. Xullas, hozir endi bir boshqacha suhbatga mos bo'lmagan. Albatta, chunki bolalar kuni, bolalarga nima yoqadi, mana shu haqida ko'p so'ramoqdamiz. Masalan, mevalardan nima yoqadi sizga? Qaysi mevalarni yaxshi ko'rasiz o'zi? Iste'mol qilish. Olma, nok. Sizga nima meva yoqadi? Menga o'sha so'nggi paytlar olma juda ham yoqyapti, chunki Nima o'sha yoqyapti? olma mevasi, chunki inson organizmiga juda ham koni foyda. Shuning uchun oxir paytlari o'sha uxlashdan oldin yoki bo'lmasa erta tongda yoki kun o'rtasida tushlikdan so'ng ovqat yeb bo'lgandan so'ng olma yeyishni negadir odat qilyapman. Foydali jihatlari mana borligini siz bilib aytyapsiz-da. Azizbek, siz yaxshi ko'radigan mevalaringiz hech foydali jihatlari ajabo bormikin deb o'ylaganmisiz? O'ylamaganman. Bilmaysiz-a foydali jihatlarini hali-ya? Shunchaki iste'mol, yoqqani uchun iste'mol qilib qo'yasiz. Lekin organizm talab qilgani uchun mana yaxshi ko'rib yeydi-da odam. Hozir lekin foydali jihatlarini bilib olish bir imkoniyati bor bizda. Bejiz to'xtalmadik-ku bunga. Albatta, keling undan oldin Azizbekdan o'sha bayram tilaklarini olib olsakdan, undan so'ng aynan mana shu olma mevasini foydali jihatlari haqida lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Azizbek tengdoshlarga tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Bugungi bolalar bayramini hammalaringizni tabriklayman. Xosatan kasal bo'lmanglar. Sizlarga kuch-quvvat tilayman. Bugun opajonimning tug'ilgan kunlari. Yana bo'lmasa, yana bayram ekan, tabriklaymiz. Marhamat siz ham. Opajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Opajoningiz ismlari nima? Guli. Gulixon opa, biz ham mana studiyadan turib sizga tabriklarimizni yo'llaymiz. Eng samimiy, eng sof tilaklar siz tomonga uchirma qilindi. Qabul qilib olasiz. Mustahkam salomatlik, qalb xotirjamligi sizni aslo tark etmasin. Ana endi va'daga vafo. Biz sizga olmaning foydali xususiyatlari haqida hozir bitta lavha va'da qilgandik-da. Ketib qolmagan bo'lsangiz, shuni bitta tomosha qiling, keyin yana qaytamiz. Marhamat.